bitta qo'yim bordi. Yo'q shu, topib beringlar. Doktor Watson, Janob Sherlik, men bilan sarguzashtlarga tayyormisiz? siz bilan o'limgacha. Salla qo'y qanday topmoqchisan? Qanday yetgan deb o'ylaysiz qo'y? Qo'y qarich bo'sh bo'lgan, darvoza ochiq bo'lgan, darvozadan chiqib ketgan. Yo'q. Qo'y topish uchun qo'ydek fikrlash kerak. Qo'y sizni chalg'itish uchun darvozani ochib, devordan oshib chiqib ketgan. Ana, u gap yo'q. Mana qo'ydek fikrladingiz. Agar men sizlarga ishondim, topib berasizlar qo'yimni. Gap yo'q. Malades. Doktor Watson, Labay. qumaloq haqida ma'lumot bering. Bo'yi 1 sm, eni 0.5, og'irligi 1 gram. Harorat 40 gradus, 15 minut bo'lgan. Demak, qo'y shu atrofda. Janob Sherlik, qo'y shu yerda bo'lganmi? Ha, suv hali issiq. Qo'y bizni chalg'ityapti. U hech qayerga ketmagan. U shu yerda. Biz qo'yingizni topdik. Mana. Imi, qo'ycham jonlaring. Sherlik, rahmat. Dumchasi, rahmat. Sizlar abdish rahmat, lekin qayerda ekan? Yemxonada kapaklar yuvib turgan ekan. Yemxonada ekan. Ha, Kallam ishlamagan qaramanman, lekin rahmat jigarlar, rahmat. Xizmat haqini bersa. Ha, bo'ldi, ini jigar necha pul bo'ldi? $1,500. Qancha? $1,500. Qancha deydi? 1,5 ming. Qancha deysan? Ha, skitkada sizlar $1000 qilib beramiz. Necha pul dedi? 500. Necha pul deysan? Ha, sizlar birinchi marta-ku $150 qilib beraman aka. Mani $150 pulim yo'q edi, o'zi bitta qo'yim bo'lmadi. Hay bo'lmasa shu qo'y olib ketamiz undan. Xizmatimizdan rozi bo'ling aka. Sog' bo'ling. Ketdik. Watson. Men hayronman yozman. Men foyda qildimmi, zarar qildimmi? Botirboy aka, Piskuncha, uyga bozorlik qilgan keluvdim. Olsam maylimi? qachon qalbimga bozorlik qilishga tushasan, piskuncha? Ya, assalomu alaykum xo'jayin. Qachon keldingiz? Botirboy, kassadagi pulim kam chiqyapti. Ya, nima kam chiqadi, to'g'ri chiqyapti-ku. Har kuni kam chiqyapti-ku. Ay, kompyuter aldayapti-da xo'jayin. Botirboy aka, hamma narsani oling. Eng asosiysi aytaymi? Bravo sariyog'chalardan oling. Ertaga zatrikcha issiq noncha bilan zer ketadi-da. 250 ming bo'ldi singlim. Qani unday Botirboy aka? Axir biza sevishganlar-ku. Har kun tekinga narsa olib ketaman sizdan. Tushunmadimmi? Men ishdan ketdim xo'jayin. Qayerga ketyapmiz? Botirboy aka, sevgimiz nima bo'ldi? Sevgimiz o'ldi. Nimaga? Nimaga? Bir marta to'lab ketsang o'larmiding? Bir marta kechiring. Qanday kechiring? Yolvoraman, kechiring. Dadasi, haqida o'lib qolsam, boshqasiga uylanasizmi? Yaxshi niyat qil, nima deyapsan? Ota-onangiz majburlab uylantiradi sizni baribir ham. Siz qanday yashayman bu talog'im? Aldobsiz. Qiz bolaga uylanasizmi? Yo o'tirib qolgangami? O'lib olaverchi, keyin aniq qilamiz. Nima? O'lmaysan sen, yaxshi niyat qilgin. Men qaydaga suv olib kelay. O'lmaya. Dadasi, men o'lganimdan keyin o'g'limni opamga bering. Nimaga? Sunnat qiladi. Voy, sunnat bo'lgan-ku. Uylantiradi, yaxshi xotin olib beradi, o'gay ona buni qiynaydi, och qoldiradi, ishtonini yuvmaydi. Men o'lgancha o'sha o'gay o'lsa bo'lmasmidi, bolam? Normalni xotin toparman unda. Normallisi? Hali siz izlayapsizmi? Men hali o'lmay turib, siz o'zingizga xotinni mosidan qilib... Bunga qarash kerak-ku. Men o'lganimdan keyin mana shu tillalarimni opamga olib borib bering. Nimaga? O'gayda qolsin. Opam rohatini ko'rsin. Razmer tushmaydi baribir uni. Opamgami? O'gayga. Siz hali uni razmerini bilasizmi? Hammaniki har xil-ku, tushmaydi-da. Men tinchgina o'lamanmi yo yo'qmi? Mayli. Davleniyan tushadi. Mayizmas ekan-ku bu. Nima qilyapsan? Bularni ham olib ketaman. Nariyoqqa parashok nima kerak? O'gay xotiningizga tashlab ketaymi? Bu Bavi parashoklari 100% Germaniya xomashyosi, qattagina solsangiz ko'pirtirib, oq kiyimlar oq, qora kiyimlar qop-qora qiladi, qizillar qizil, sariqlar sariq qiladi. Dog' qoldirmaydi, o'ziga gard yuqtirmaydi, allergiya chaqirmaydi, chaqirsa ham kelmaydi.
yaltiroq sumkamni olib kelib bering. Qaysini? Ana Xitoydan olib kelganimiz bor-ku, zamogida ashula chiqadigan. Uni ham olib ketasanmi? Ha, hamma narsamni olib ketaman. O'gayga hech narsa qoldirmayman. Doktor ahvoli qanday? Hech narsa qilgan, oddiy gripp bo'lgan-ku bular. Ha, o'lsan. Grippaga o'xshab vahima qilasan. Men seni bir astraxandrozmi deb o'ylayman. Men o'lmaymanmi? Sen o'lmaysan. Sen birinchi meni o'ldirasan, keyin o'lasan. Dadasi, onamga telefon qiling. Uyda dokumentini olib notariusga ketyapti. Nomiga rasmiylashtirishga. Yuguring. Ha, onang. Olmaklidan falak hayrondur, falak bo'lganiga pushaymondur. Mana akajon narsalaringiz. Mana bu zachizga qurt. Bugundan boshlab O'zbekistonda qurt pul sifatida muomalaga kiritildi. Ha, Jamshid. Salom bergin kelmaydi. Qurting ko'payib qoldimi? Yo'q. Bilib qo'y, qurt qo'lni kiri. Bugun sanda bor, ertaga manda bor. Huzur aka, assalomu alaykum. Qurtni ketidan yugurib ko'zim ko'r bo'lib qopti aka. Doktor, uni ahvoli qanday? Ahvoli og'ir. Doktor, xohlagan qurtingizni beraman. Og'zingizga siqqanicha beraman, faqat uni saqlab qoling, iltimos. Odamzod sog'ligini qurt bilan o'lchyapsanmi? Boring chiqib keting. Kassaga to'lang qurtlarni. Najm aka, biz umuman birga bo'la olmaykanmiz hayotda ham. Nega aşkım? Mani uydagilar qurtdor oilaga erga berormoqchilar. Qurtdor oilaga? Vafodorimsiz mani. Bo'ldi, tushundim. Senga qurti bor bolalar yoqar ekanda, ha?